Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nutqida va ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan logopedik ish xususiyatlari. Bugungi mavzuyimiz rejasi 4 ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz ko'rish analizatorining faoliyati buzilgan bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz ko'rishda kamchiligi bo'lgan bolalarning nutqini shakllanganlik darajalari. Uchinchi rejamiz ko'rishda kamchiligi bo'lgan bolalar nutqini tekshirish metodikasi. To'rtinchi rejamiz ko'r va zaif ko'ruvchi bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda olib boriladigan logopedik ish. Hozirgi vaqtda ko'r va zaif ko'ruvchi bolalardagi nutq kamchiligi murakkab nuqson ekanligi hamda nutq va ko'rish faoliyatining sustligining o'zaro bog'liqligi nazariy va amaliy izlanishlarda isbotlangan. Ko'rishda nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarning nutq kamchiliklari turlichadir. Ular strukturasi va darajasi sifatidan murakkab bo'lib, nutqni Levina ta'kidlaganidek yagona sistemadek qamrab oladi va bunda nutq kamchiliklarining yagona yadrosi bo'lib qolmaydi. Bunday bolalarda nutqning rivojlanishi murakkab sharoitda kechadi va bir nechta darajalarga bo'linadi. Birinchi darajamizda talaffuzdagi ayrim kamchiliklarning bo'lishi bilan ifodalanadi. Ikkinchi daraja faol lug'at cheklangan so'z va predmet obrazini solishtirishda, umumlashtiruvchi tushunchani hikoyalar tuzishda xatolarga yo'l qo'yadi. Talaffuzdagi kamchiliklar sigmatizmning turli ko'rinishida lambatsizm, parasigmatizm, pararotatizm, paralambatsizmda namoyon bo'ladi. Tovushlar talaffuzi va fonematik tasavvurlar, eshitish differensiatsiyasining rivojlanishida kamchiliklar kuzatiladi. Fonematik tahlil shakllanmaganlik bo'ladi. Uchinchi darajada ekspressiv nutq lug'at boyligining sustligi bilan ajralib turadi. Umumlashtiruvchi tushunchalarni bilish, so'z va predmet obrazini solishtirish darajasi past bo'ladi. Mustaqil nutqning grammatik tomoni buzilgan, u faqat predmetlarni nomlash va bir-ikki so'z gaplarni iborat bo'ladi. Murakkab hikoyalarni bayon etish rivojlanmagan, talaffuz qilish va eshitish differensiatsiyasi sust shakllangan bo'ladi. To'rtinchi darajada ekspressiv nutq juda cheklangan, umumlashtiruvchi tushunchalar va so'z predmet obrazini solishtirishda jiddiy kamchiliklar bo'ladi. Bog'langan nutq ayrim so'zlardan iborat ehloliyalarda kuzatiladi. Nutqning grammatik tizimini aniqlashda qaratilgan topshiriqlar va eshitish differensiatsiyasiga oid topshiriqlarni bajara olmaydilar. Fonematik tahlil va sintezning umuman rivojlanmaganligi kuzatiladi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tekshirish va tashxis qilish turli mutaxassislar, oftalmolog, psixolog, pedagog tomonidan kompleks o'rganishni ko'zlaydi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ko'rishining holatini tavsifi bo'yicha hamda kasallikning yuzaga kelish, ijtimoiy rivojlanish bo'yicha juda katta turli xil guruhni tashkil etadilar. Tekshiruv obyekti ko'rmaydigan, ya'ni ko'z ojiz, zaif ko'ruvchi bola, shuningdek